respublika miqyosida o'tkazilayotgan iqtidor maktab ansambl tanlovi ko'tarinki ruhda o'tyapti. Biz albatta barcha maktab ustozlari, o'quvchilar bundan mamnunmiz. Sababi mamlakatimiz prezidentining o'quvchilarga, maktablarga beradigan imtiyozi, bugungi kundagi maktablarning to'liq musiqa jihozlari bilan jihozlanishi, musiqa asboblari bilan jihozlanishini mana bugun uning aksini ko'ryapmiz. O'quvchilarimiz xursand, biz jamoamiz bilan, maktabimiz bilan bugun mana shu tadbirga faol ishtirok etyapmiz. Albatta bolalarimiz xursand.